Assalomu alaykum, Ekazami Begom's YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari, kanalimizga xush kelibsizlar. Akalar, yana ish jarayonidamiz. Xudo xolasa, ish jarayonini lavhalar olishni boshladik. Xudo xolasa, video olgani vaqtimiz bo'lmay qolyapti ba'zi paytlar. Ko'rib turibsizlar, mana o'zi go'nglarimizni yeb bo'lgan cho'lchanglarimiz, g'ozonlarni chekkaga olib qo'yganmiz. Mana ko'rishlaring mumkin, ustidan olib tashlaganmiz. Hop. Xudo xolasa harakatdamiz. Mana bog'larda mana ko'rib turibsizlar, g'ozonlarni olib qo'yganmiz chekkaga. Mana o'zi qop-qora qilib yeb bo'lishgan. Mana holatini qaranglar, mana granula olib tashlagan. Mana ko'rishlaring mumkin. Cho'lchanglarimizni ham holatini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana ishlayotishibdi cho'lchanglarimiz. Qo'lda tiqyapsiz deb noto'g'ri tushunmanglar, qo'lda tiqib ko'rsatayotganimizga. Cho'lchanglarimiz ishlayotishibdi, mana ko'rishlaring mumkin. Bu yerda bochkalar olib qo'yganmiz suvga ozgina qiyinchilik bo'layotgani uchun suv bochkalaridan olib kelib ko'paytirib qo'ydik. Ko'rishlaring mumkin, bu yerga mana kareta yasatgizdik, yangi. Kimga qiziq bo'lsa aytib o'tib ketaveramiz. Narx-navolarni ish pulga tayyor bo'lgani mana shu karetani. Uzunligi 1.40 ga 95 sm, yana ichini chuqurligi 50 sm. Konteyneri bor aka-ukalarimiz bo'lsa, uyda bo'lsa, konteynerlis uyda bo'lsa, shunaqa qilib bochka qizmoqchi bo'lsa, 250 mingga tayyor bo'ldi. Ana shu lisimiz o'zimizda borligi uchun. Boshqa joydan sotib olsa, menimcha 700 ming, 800 mingga sotib olishsa kerak buni. O'zimiz tayyorlatganimiz uchun, lis bo'lganligi uchun 250 ming so'mga tayyorlab berishdi. Hop, mana go'nglarni olib qo'yganmiz. Tayyor mana go'nglarimiz ham. Bu shlaka bloklar olib qo'yganmiz. Mana 100 dona. Ko'rishlaring mumkin, shlaka bloklarimiz ham. Hop, shlaka bloklarimiz ustiga terib chiqamiz hozir. Bu yerlarga mana ustiga terib chiqamiz, aytishlaring mumkin. Hop, endi yarim bo'pti-yu deyishlaring mumkin hozir, lekin 5 likdan buni ag'darib chiqqanimizdan keyin shu yarimidan ko'tarilib ketadi. Chunki prislarni turgan holatda hozir yarim bo'lib turibdi. Buni ustiga go'ng tassak, buni bitta ag'darib ustiga go'ng tassak, bu bitta g'ishtda ustidan ham ko'payib ketadi. Shuning uchun yana bitta g'isht terib yuboramiz. Hozir endi qish kelyapti, bundan bag'iga nimamizni ko'tarishimiz to'g'ri keladi, go'nglarimizni. Sovuq tushyapti, bundan bag'i jam muzlama bo'lgan yo'q. Lekin sovuqqa qarab kirib boryapti. Shuning uchun beraktirlarimizni bo'yini ko'tarishimiz kerak. Kamida 40 sm bo'lishi kerak. Qishgacha mana shu ikkita blokdan 3 ta shlaka blok teramiz. 60 sm qilamiz. Misol qish kunida ham 10 sm, 20 sm bitta shlaka blok muzlagan taqdirda ham ikkita shlaka blokimiz tagida issiq bo'lib, cho'lchanglarimiz bemalol yashashiga sharoit bo'ladi akalar. Hop, mana shunaqa ishlar qilyapmiz. Video olgani vaqtimiz bo'lmayapti. Mana ko'rib turibsizlar, cho'lchanglarimiz go'nglarni yeb bo'lgan sari mana bunday o'tlar ham chiqishni boshlayapti. Mana ko'rishlaring mumkin. Oddiy mana bu go'ngga tashlasangiz, buni o't chiqib ketmaydi. Buni yeb begimiz holatiga yetib kelayotgan paytda mana shu o'tlar chiqishni boshlaydi. Bu toza begimiz emas. 70-80% begimiz bo'lib qolgan. Toza yedirish uchun yana 1-2 oy kerak bo'ladi. Chala hali ham bu. Shunga qaramasdan hozir ustiga yana go'ng tashlaymiz. Chunki go'ng tashlamasak buni ustiga cho'lchanglarimiz ozib kichirayib ketadi. Shuning uchun tez-tez go'ngni tashlab, cho'lchanglarimizni oziqlantirib turishimiz kerak. Hop. Shunaqa ishlar qilyapmiz. Xullas, hozir bir sidra buni ag'darib chiqib, ustiga go'nglarni tashlab, suvlar sepamiz. Mana bochkalarimizga ham suvlar to'ldirib qo'yamiz. İçine kraska qilib qo'yganmiz. Uni kraska qilishimizdan maqsad zanglamasligi uchun, umri uzoqroq bo'lishi uchun mana shu svarka qilingan joylar bor, burchaklar, mana bu taglari svarka qilingan. Shu svarkamizda ham umrini uzoqroq bo'lishi uchun, tezda zanglab ketmasligi uchun shunday kraska qilib qo'yganmiz.
Pastiyani bunda suv turadi, shuning uchun kraska qilib qo'yilsa umri uzoqroq bo'ladi bu temirimizni. Shuning uchun kraska qilib qo'yganmiz akalar. Shunaqangi. Bugungi videolarimiz akalar shulardan iboratdir. Kanalimizni kuzatib boringlar. Kimga begomimiz yoki telefon yog'och o'lchanglari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. To'g'risi yetkazib beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani ishlariga Alloh baraka bersin. Charchamanglar, sog' bo'linglar.